Ko'ksaroy savdo markazida o'sha yurtboshimiz bilan gaplashib, butun O'zbekistonga videosi tarqagan yigit kelibdi. Assalomu alaykum. Qalisiz? Yaxshi. Zo'msiz? Bu medal har doim o'zingiz bilan yuradimi, deyman-a? Ismingiz nima? Suhrobbek. Suhrobbek, mana shu o'yinchoqcha bizdan sizga. Xursandmisiz? Siz prezidentimizga nima deganingizni bitta aytib berasizmi? Nima dedingiz? Assalomu alaykum prezident bobo, shahrimizga xush kelibsiz. Men katta bo'lsam, shaxmat bo'yicha chempion bo'lib, sizga pochka jamoadonlarda olib kelib beraman, kubik, medallar deydi. Gap yo'q. Siz bilan ko'rishganimdan xursandman. Bitta shu bolacha uchun like bosib, patchka bo'lib qo'yinglar. Abbosni juda yaxshi ko'raman futbolchilarni. Gap yo'q. Bu o'yinchoq sizga. Har doim o'zingiz ustingizda ishlang, xo'pmi? Xayr. Ko'rishamiz. Ko'rganimizdan xursandmiz.